Assalomu alaykum hammaga. Tuzumsizlar, xonadonlar obodmi? Charchamayapsizlarmi? Yaxshi yuribsizlarmi? Uzoq tanaffusdan so'ng mana qaytdi YouTube'ga yana. O'rtoq do'stlar, hayit ayyominglar muborak bo'lsin. Hammaga o'ylagan niyatingizga yetib yuringlar, o'rtoqlar. Hop. Toshkentning eng katta qush bozori, ya'ni Qoraqamish qush bozoriga tashrif buyurdim. Bugungi kundagi qushlar narx-navolari, eng qattiq qushi hamma global narsalarni so'rab boraman. Xudo xolasa aktivroq bo'lsanglar, bundan ham chiroyli videolar chiqarishga harakat qilaman, o'rtoqlar. Hammaga rahmat, joninglar sog' bo'lsin. Qani ketdi. Mana o'rtoqlar, Qoraqamish qush bozoriga qarab tashrif buyurdim. Mana ketdi, sizlar bilan qushlarni birma-bir obzor qilamiz, o'rtoqlar. Ketdi. Mana o'rtoqlar, odam juda ham ko'p bor. Bugungi kun vobshe qaynayapti bozorimiz. Qoraqamish qush bozorimiz. Kirib kelyapman sizlarga. Hozir avvalamboshi hop, anaqa bilan o'tamiz. Yovoylarni ko'rsataman, o'rtoqlar. Norchilar bor ekan, o'rtoqlar. Bitta kokil bor mana. Mana ham ko'ringlar mana. Norchilar bor ekan. Egalari sal dalaroq ekani mayli endi. Mana bu kokillar bor mana. Bu yana ham ko'ringlar. Assalomu alaykum dedi. Norchiz nechi pul ekan? 350 ming so'm ekan mana shu norchi, o'rtoqlar. 350 ming so'm. Assalomu alaykum. Kokulingiz nechi pul ekan? 350 ming. 350 ming so'm. Qattiqki bu? Tiyanshanmi? Tiyanshanmi? Tiyanshan ekan mana. Hamladan bor mana, o'rtoqlar. Kokil, norchi. Bular nechi pul? 50 ming so'm. Mana ham ko'ringlar. Assalomu alaykum. Kokillar nechi pul ekan, aka? 100 ming? 300 ming? Norchichi. Yilli ekan norchi. Necha yillik bu? 2 yillik norchi mana. 300 ming so'mdan yomon emas. Narxlar yaxshi lekin. Sanatoriya. Mana bitta ko'ringlar mana, o'rtoqlar. Kokillar bor ekan. Mehnat anaqasiga yetmasingizdan chapga ko'cha. Bu yoqda ham bor mana. Chap ko'cha bilan chiqib qo'yganingizda. Ammo bilsangiz, Sizdanmi aka? teri kasalliklari bor, shifoxona. 350 ming. 350 ming so'mdan ekan mana bu o'rtoqlar. Mana bunisi ham bor mana. Ham tem bor mana. O'rtoqlar kokillar. Mana ham ko'ringlar mana. Salom. Kokil nechi pul bo's? Qattiqki bular? Albatta bittasi Rossiyskiy и Qozog'istonniki ekan. Olmata. Ko'ryapsizlar. Lekin zo'r ekan kokillar. Endi mana bu yerni ham bitta ko'rsataman. Buni ham ko'ringlar. Norchilar bor ekan. Salom alaykum. Norchilar nechi puldan? 50 mingdan 150 minggacha. 50 mingdan 150 minggacha bo'lgan norchilar mana. Qattiqki bo'ladi o'da? Surxondaryo. Mana. Bularni bitta ko'ringlar, mana buni ham boshqacha ekan. Rahmat. Kimdan? Norchilarni ko'ringlar, o'rtoqlar. Hammasi boshqacha ekan hammasi.
Nechi puldan norchilar? 130 qattiqki bular. Zominniki mana. Hurmatli obunachilar mana. Zominning norchilari 130 ming so'm. Mana ham shunaqami? Mana ma'manisini ham bitib ko'ringlar, sotilibdi mana mana shu. Nechi pulga sotildi? $50 sotilibdi mana mana shu o'rtoqlar mana. Mana ham bitib ko'ringlar mana bu qushni. Biladiganlar bo'lsa yozib ketsin. Nechi puldan ekan bular? Nechi puldan? 15 ming so'mdan ekan bular. Mana o'qib keling. Hop. Mana kokillarni ko'ringlar. Mana ko'ringlar. Kokillarni qattiqki bular, aka. Novosibir mana. Lekin sivishak ekan. O'toqlar kuchli. Namasini ham bitib ko'ringlar mana. Yaqindan ko'rsataman mana. Qaysi kanalga ekan? Antiqa qushlar. Antiqa qushlar. Novosibir. Nechi puldan do'st bilan? 200 ming so'mdan ekan donasiga mana. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Gibridchi. Gibrid. O'rtoqlar mana gibrid sotilibdi 1 millionga mana. $100 bo'ldi. $100mi? Ha, $100 bo'ldi. $100 ga sotilibdi mana. Gibrid. Ketdi sizlar bilan bozorlarni yana aylanamiz. Assalomu alaykum. Kokilingiz nechi pul aka? Ha? 200 mingmi? Qattiqki bu? Sarat mana. 200 mingdan donasi. Norchilar bor ekan mana. Hech birdan kokillar. 200 ga 250. Bu 200 ming ha? Bular 100 mingdan. 100 ming. Qattiqki bular. Ikkalasi nechi pul? So'ra ukam men aytdim. Endi so'ra sandan. Sayro qattiqki bu? Sanat Norchi qattiqki? qirg'iz. Qirg'izistonniki ekan mana norchi. Qatdan bilasiz shu Qirg'iz, Rossiya, sanat. Ukam men Rahmat. O'rtoqlar dalshi ketdi mana. Mana norchilarni ko'ringlar. Zo'r norchilar chiqibdi. Assalomu alaykum. Kokil norchilar nechi puldan ekan? 150 mingdan 250 minggacha. Ha, yillik ekan a? Yilligingizni nechi pul olasiz? 150 ming so'm. Qattiqki bu, aka bu? Mesni. Sayrodami hozir? Sayroda, Mesni. Ama kokillar ham ko'ringlar mana. Aka, assalomu alaykum. Kokilingiz nechi pul ekan? Kokil. Kokil. 300 qattiqki bu? Rossiyskiy mana 300 ming so'm kokil. Kelishtirib beriladigan joyi bor ekan. Aka, assalomu alaykum. Norchilar nechi pul ekan? 100 ming qattiqki bular. O'zimizaniki Mesni ekan mana. To'g'ri? Rahmat. Nomlarni ham ko'ringlar mana, o'rtoqlar. Kokillar. Sizdanmi aka? Nechi pul ekan kokil? 200 ming qattiqki bular. Qozog'istonniki. Norchilarchi? Mesni norchilar. Bular nechi puldan bular? 250 ming. Sayrodami bular aka? Sayroda qushlar. Nomlarni ham ko'ringlar mana o'rtoqlar. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi aka? Nechi puldan norchilar?
250 ming, 400 ming, 500 ming. Qattiqi bular aka? Lesniymi? Lesniy ekan mana. Antiqa qushlar. Bunisichi? 200 ming? Qarang. Qattiqi. Hindiston? Ha, piskon. Piskonniki ekan mana, o'rtoqlar. Sayrayaptimi aka bu? Sayrog'i dahshat bo'ptilar. Lekin udachniy. Nomerlari bor ekan mana shu akaning. Nechi nomeringiz? 94lik 849 0711. Ismingiz nima edi? 15 ekan oxiri. Rashid aka, mana uylarda ham bor deyaptilar. Uyda bormi? Qancha kerak bo'lsa topib beraman deyaptilar mana. Piskonniki. Lekin yig'iligiga yig'ri ekan. Rahmat Rashid aka. Rashidga o'tib olishim kerak edi. Tuzuk. Mana buni ham ko'ringlar, qoqillar. Qattiq. Svesovskiy. Sarat. Yilli Saratov ekan mana bu. Bu 2 yillik ekan bu qushimiz. Nech pullanadi o'zi? 500 ga 700 so'm. Mana 700 ming so'm ekan o'rtoqlar, mana 500 ming so'm ekan mana. Ana sayro'di. Sayroqda. Ko'rdingizmi? Kim oldi? Xohlasangiz nomer beraveramiz. Aka, nomer. Nechi nomer? 88lik 875 875 94 90. 94 Soni chegaralangan, shu ishda qolgan. Ha, mana shu ikkita qopda o'rtoqlar, telefon qilsanglar, chiroyli narxlarda qilib berishadi. Rahmat. O'rtoqlar, mana buni ham bitta ko'ringlar, norchilarni. Qoqil norchi mana. Salom. Sizlarmi? Qoqil norchi nechi pul? Norchi 500 ming, qoqil 300 ming ekan. Tojikistonning qushi mana. Sayrayaptimi aka bu? Sayrayapti ekan mana o'rtoqlar. Bularchi bular aka? 100 ming so'mdan ortiqda. Norchilar 100 ming so'mdan mana. Oqillar 100 ming so'mdan mana. Nari oqillar. Hamyoqdan ko'ringlar mana. Snigerslar nechi pul? Snigerlik 200 parada ekan. 250 ming so'mdan. Altaylar bor. 6 aylarni ko'ringlar. Nechi puldan bular? 700 ming so'm. Olaman deganlarga nomer beramizmi? Nechi nomeringiz? 94lik 629 619 699 51 61. Begzod aka mana. Mana ham shundan. Norchi 300 ming, qoqil 700 ming ekan, yillik ekan. Savala mana 100 ming so'mdan bo'lishi mana savala. Qoqillaringiz nechi pul lan? 350 ming qattiki bu. Qattiki aka bu. Qozon aka. Hozir o'rtoqlar mana bu yerda ham bor. Komilga assalomu alaykum. Siz aka ishlaringiz yaxshi. Sizlar? Norchilarni ko'ringlar mana o'rtoqlar. Norchilarning har xillari bor, qoqillar bor. Nech puldan nech pulgacha bular? 150 ming so'mdan norchilar, qoqillarchi? 150 ming so'm. Qattiki bular? Qozog'iston Olmati. Ko'ringlar.
Namlasi ham bor. Nami ham shunaqa? Bu ham shunaqa mana. Rahmat. Norchilar boshqacha ekanini o'rtoqlar, ko'ringlar norchilarni. Assalomu alaykum. Qoqilingiz nechi pul ekan aka? 450. Yillimi bu? Ha, necha yillik? 3 yillik o'xshagan mana qoqil. 450. Qattiki bu aka bu? Bilmasa ekanlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Qoqil nechi pul ekan aka? 400 ming. Yillik necha yillik bu? 1,5 yillik qoqil. Qattiqligini bilmaysiz. Ha? Surxondaryoniki ekan mana okalar. Lekin qoqilimiz yaxshi ekan, tullovdan yaxshi chiqibdi. Boshlaridagini sizlar tullayapti deb o'ylamaylik, bu oqoqlari bor ekan boshida. Rahmat aka. O'rtoqlar, hamyonni ham ko'ramiz. Mana shu odamni taniydiganlar bormi mana? Xo'ja aka deganlari mana mashina bo'ladilar mana. Assalomu alaykum. Sizsiz? Ha? Nega? Oddiy kuni tushyapmi? Oddiy kuni. Nashtga. Norchilarni ko'ringlar. Mana norchilar. Qattiki bu, xo'ja aka bu. Qattiki bular. Mesni, nech bilan do'z? 100 mingdan. Bularchi mamalar? Sniger, 150 ming so'mdan. Jo'r bor ana 100 ming. Jo'rlar bor ekan mana 100 ming so'mdan mana. Rahmat, xo'ja aka. Ali o'sha kanalmi yo boshqa? O'sha. Ko'rdingmi oliysan? Yanchidan beri anaqa qilmay qo'ydim. Endi ishga tushirdim yana. Rahmat. O'rtoqlar, mana buni ham bitta ko'ramiz. Assalomu alaykum. Mana norchilar. Mana norchilar. Qirg'izistonning qushlari ekan mana. Nech bilan nosoka norchilar? Mana mamili 200 ming so'mdan ekan mana. Mamilami? 250 ming, 150 ming. Bularchi mamilar? Bularchi? 80 ming so'mdan ekan mana. Qattiki buni? Qirg'izistonniki mana. Kimniki? Siznikimi? Nech pullarmi? 300 ming so'm, bunisichi? Bu ham 300 ming. Qastigilarchi? Qoqil bilan och. 250 ming so'mdan berib yurar ekanlar mana. Tayyor narli sayrab xonish bag'ishlayotgan qushlar mana. Rahmat. Mana o'rtoqlar, Sijje Angrenning qushlari mana. 250 ming so'mdan olibdilar qushlarni. Ko'ringlar, mana shu o'ynayotgan norchi zo'r ekan lekin. Meni mamyonni ham bitta ko'ramiz hozir sizlar bilan. Ham qorani ko'ringlar o'rtoqlar. Nech bilan o'tdi? Nech bilan bu? 600. Sotilibdi. Ha, sotilibdi bular akalar. Rahmat. Mana uni ham bitta ko'ramiz sizlar bilan o'rtoqlar, lekin zakonnilari chiqibdi bozorga. Ama qoqil norchi bor ekan mana.
Korolyok bor ekan mana. Kimniki bu? Sizdanmi? Nechi puldan bular? Nechi pulgacha? 50 mingdan 150 minggacha bo'lgan qushlar mana. Kokil, norcha, korolyok. Rozimisan? Qora bor ekan, o'rtoqlar. Qora nechi pul? Qora nechi pul? 500 ming. Namichi sari? 1 ming. Zarg'aldo mana 500 ming so'm. Mana buni ham bitta ko'ringlar mana. Bulbulga o'xshab ketarkan mana shu qush. Sal. Mana buni ham bitta ko'ringlar mana. O'rtoqlar, boshqacha ekan bu qush. Ko'rganlar bo'lsa, o'zini izohini qoldirsin. Izoh yozib ketasizlar o'rtoqlar. Mana buni ham ko'ringlar mana. Ama temeli norchilar bor mana. Norchilar lekin sal uxlab qolay deyapti. Ularni ham ko'ringlar mana. O'rtoqlar, o'zinglarni fikringlarni qoldirasizlar. Bemalol komment ochuv hammaga yozsanglar bo'ladi. Iloji boricha nomerlarni olib ko'rsatdim. Yoqqan bo'lsa, telefon qilib bemalol gaplashsanglar bo'ladi. Bunaqacha qimmat narxlar emas. Hammaga rahmat. Joninglar sog' bo'lsin, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Hayit ayyominglar muborak bo'lsin yana bir marta. Rahmat hammaga.